Assalomu alaykum hammaga. Bugun keyingi hafta uchun bir nechta forex barlarida analiz qilamiz. Birinchi o'tgan hafta qilingan analizlarni ko'rib chiqamiz. USD payga berilgandi birinchi analiz. Mana bu zonada premium discount zona belgilangan. Narx mana shu zonaga edi. Biroz korreksiya qilgan edi. Aytilgandiki, bir narx ko'tarilib, keyinchalik tepadagi likvidni olib, mana shu likvidni olgandan keyin pastga tushib, mana bu yerdagi iceberglardan, ma'lum bir order bloklardan reaksiya olib tepaga ketadi deb analiz qilingandi. Narx aytilgandek bir nima qilib tepadagi likvidni oldi va pastdagi mana bu zonadagi order blokdan reaksiya oldi. Bu belgilangan o'tgan icebergdan kelmasdan shu zonadan reaksiya olib tepaga harakatlanib berdi. Boshqatdan iceberg zonamizga keldi va yana narx buy trendga qarab harakatlanyapti. Endi keyingi haftaga qarashim mana shu zonaning o'zidan order blok mavjud. Shu order blokning o'zidan reaksiya olib ketish kerak. Shu harakatni ana shu tepada qoldirilgan likvidni olishga harakat qilish kerak bozor. Mana bu zonada likvid bor. Shuni buzib o'tsa, keyinchalik dalshi payga harakatlanadi. Keyingisi out USD. Out USD aytilgandiki, o'tgan hafta mana bu zonada FVG'lar mavjud. Mana bu zonada order flow mavjud. Narx FVG'ni buzib o'tgandan keyin order flowdan reaksiya olib pastga ketadi deyilgandi. Narx shu zonadan korreksiya qildi va order FVG'ni o'zidan reaksiya olib pastga tushdi. Keyinchalik yana bugungi haftaga kelib yana narx tepaga harakatlanyapti. Endi bunga qarashim mana shu zonadagi order flowning o'zidan indusni yechishni kutib pastga minimumgacha ko'rishimiz mumkin. Indusni yechishni kutib pastdagi biron order bloklardan selga qiziqib ko'rsak bo'ladi. Endi keyingisi JPB USDT. JPB USDT 3 soatlikda analiz qilingandi. Mana bu zonada bir nechta FVG'lar mavjud. Narx shu zonada o'tgan haftadagi zonadan qaytib FVG'larni yutib, keyinchalik mana bu zonada narxlar ko'p qaytib berganligi sababli mana shu zonaning o'zidan narx qaytib beradi deb analiz qilingan. Narx kelish zonadan reaksiya olib anchagacha pastga tushib berdi. Mana bu yerdagi likvidlar oldi narx. Mana shu zonadagi likvidlarni oldi. Shu shaklda belgilasak likvidlar oldi va mana bu zonadan reaksiya oldi. Endi bunga hozircha trend o'zgargan. Trend Langoy trendga o'zgargan. Ay bo'lsa shu o'ylasak. Endi hozir narx mana bu zonadagi iceberg nuqtaga energiya nuqtasiga kelgan. Bu yerga kirib bo'ldi. Indusmentni yechib ham bu zonada qarab olsak bo'ladi. Shuningdek ham narx indusmentni yechgan. Narx o'z kirish nuqtasiga kelibdi. Shu zonaning o'zidan kirib olsak bo'ladi. Stop loss minimumda 1/3 minimum ishlab olsak bo'ladi.
keyingi haftaga qarashimiz endi shundan iborat. Tepadagi likvidlar tomon bayga harakatlanishi kerak. GBP/USD shu Euro/USD ni Euro/USD ham aytilgandi o'tgan hafta mana bu zonalarda FVG'lar qolib ketgan. Narx FVG'lardan reaksiya olib FVG mana bu zonada mavjud. Mana bu zonalarda mavjud. Shularni yutib keyinchalik FVG deb belgiladik. Mana bu zonadagi kuchli zona mavjud. Mana shu yerdan narx ko'proq qaytganligi sababli shu zonaga kelib narx dalish past o'qadi deb aytilgandi. FVG'larni yutdi va bozor shu zonadan reaksiya olib ancha pastga tushib berdi. Keyinchalik trendni o'zgartirib, bayga trendni o'zgartirdi. Va mana bu zonada iceberg hosil qildi. Energiya, ya'ni endi narx shu zonaga kirgandan keyin indusni yetishishni kutamiz va order flow point nuqta biz kirish uchun qiziq bo'lgan nuqtalardan savdoga kirsak bo'ladi. Euro/USDga keyingi hafta uchun shu. Endi keyingisi tillaga qarab o'tsak, tillada narx mana shu zonada edi. Mana bu zonada order bloklar qolib ketgandi. Aytilgandiki, narx kelib mana shu order flowdan reaksiya olib dalish pastga tushadi deyilgandi. Aytilgandek narx keldi, order blokdan bir necha martalab reaksiya olib aytilgan nuqtamizga kelib yana dalish o'qib berdi. Hozircha narx mana bu zonada gap qolib ketgan. Bu doim bozor gapni to'ldiradi ham. Shu bozor gapni to'ldirish kerak. Mana shu zona to'ldirib, mana shu zonalardagi mana bu zonada order flow mavjud. Order flowdan tepaga harakatni ko'rishingiz mumkin. Mana bu zonada order flow mavjud. Mana bu zonalardan mana shu to'ldirgandan keyin narx mana shu zonalardan reaksiya olishi mumkin tepaga. Mana shu zonada aniq gap narx to'ldiradi. Mana shu zonada gapni to'ldiradi. Ardin to'ldirib kelgan bozor tillaga qarashim shundan iborat edi. Keyingisi Bitcoin/USD. Bitcoin/USD ga o'tgan hafta trend o'zgarib indusni yetishgandi mana bu zonada. Keyinchalik aytilgandiki, mana bu zonadagi energiyadan reaksiya olib tepaga ketdi deb analiz qilingandi va 1/5 nisbatida belgilab olingandi. Hozir narx shu zonaga keldi va reaksiya oldi. Hozirga deyarli 1/3 nisbatida ishlab bergan. Hozircha kutamiz. Bu endi kutamiz buni keyingi haftadan shu joy 73.000 narxga kelishini. Keyingisi Amerikaning 100 ta eng nima bo'lgan kompaniyalardan indekslardan biri US 100 ni ko'rib chiqamiz. Bunda o'tgan hafta 4 soatlikda mana shu zonada order blok belgilab olingandi. Order blokdan reaksiya olgandan keyin indusni yetishini kutib ma'lum bir order bloklardan 1/3 nisbatida ishlab olamiz deb aytilgandi. Narx keldi, order flowdan reaksiya olib stop loss minimum pastida va 1/3 nisbatida ishlab bergan. Tekkan ham qaytgan e'tibor bersak, bu tepani olgan. Endi bunga keyingi qarashimiz hozircha buy trend o'zgargan. Mana bu zonada gap qilib ketgan.
narx gapni to'ldirish uchun kelishi kerak.